Assalomu alaykum azizlar, mana 2025-yil 28-sentyabr hafta kuniga yakshanba Germanskiy Velocity do'konimizni ish faoliyatini boshladik. Akvaparkdan kelish, bu yoq tarafi O'qishtor ko'cha, Marg'ilon shahar. Mana yangi velosipedlarimiz kelishni boshladi. Xohlagan turizmdan siz istaganingizdan terilib chiqib bitib sotuvga tayyor bo'lyapti. Kelib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yaxshi chiroyli narsalardan beramiz, xudo xolasa. Mana bu velosipedimiz orasi nihoyatda keng, chiroyli ishlangan. Mana bu 1,5 million so'mga savdolashib berdik. Yaxshi kunlarda minsizlar. Hozir bitib chiqdi, kelishdi, ko'rishdi. 3 talik skors. Mana chiroyli holatda 1,5 million so'mga savdolashib berdik. Bu ko'rsatganim nemisniki. Mana bular Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Mana bular ham pachka holatida turibdi. Bitta ustalarimiz olib tayyorlab olib chiqishyapti. Ustalardan tanjonlari sog' bo'lsin. Xalqqa xizmatda doim bo'ladi. 3 talik skorsligi ham bor, skorligi ham bor, generator yo'g'i ham bor. Xullas hamma turidan bor. Audioskilar ham bitib chiqyapti, cho'g'dirayliklar. Hormay Abduhakim aka. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr, yo'q. Jonim bo'lsin.